Musofirlik boshqa bir tuyg'u. Bu zo'r narsa. Buni ochiqlab berish, aytish, musofirlikda farzandlaringizdan uzoqda aytishingiz mumkin. Farzandlaringizni keltirib yashasangiz bo'lmaydimi? Hammani orzusi bor chet elda yashamoq. Men vatanimni yaxshi ko'raman, chunki musofirlikda ko'p qiyinchilik ko'rdim. Bu darajaga kelishimgacha 15 yilimni berdim. Farzandlarimni tarbiyasiga judayam ta'sir qiladi bu o'lkalar. Chunki bizim kelib chiqishimiz, madaniyatimiz tamoman farklı. Farzandlarim, ota-bobolarim katta bo'lganda katta bo'lishini xohlayman. Men u insonlar tarbiyasini olganman. Vatanim har zaman nimadir vatanim uchun qilish uchun burdaman. Chunki men bu yerda bu mutaxassislikni o'rganib, eskidan ota-bobolarimiz kosiblar vodiy tarafida qilardi. Bu narsalar keyinchalik yo'qolib ketdi. Shu narsalarni qayta O'zbekistonda yana ham rivojlanish uchun hissamiz qo'shish uchun qaytish niyatim bor. Molu dünya derdida ketting ko'chib, havas qilganing bolam o'zga yurtmadi. Qoldim sensizlikda men zardob ichib.